Ko'p elektrodli svechalar haqida eshitganmisiz? Odatiy mashinalar har bir svechada uchqun hosil qilish uchun ikkita elektroddan foydalanadi. Ulardan biri markaziy elektrod bo'lib, aynan markazda joylashgan va o't olish tizimining yuqori kuchlanishli simlari bilan ulanish hosil qiladi. Keyingisi zazemlyaющий, ya'ni maydon elektrod deb nomlanadi va svechaning chetki qismida joylashgan. Bu elektrod yordamida elektr oqimi u elektroddan bu nuqtaga sakrash uchun yo'l ochiladi. Xo'sh, svechaning ishlash prinsipini bilib oldik. Endi nima uchun bir nechta elektrodlar ishlatilishini bilib olsak, ko'p elektrodlar dvigatel quvvatini umuman olganda yaxshilaydi. Sababi uchqun har xil maydon elektrodlari orqali sakraydi. Uchqun uchun ko'p yo'laklar bor degani yonmay qolgan aralashmani yaxshiroq yoqishi uchun imkoniyat bor deganidir. To'liq yonuv yoqilg'i ekonomikasini ham oshiradi. Yana bir ustunligi shundaki, qora kuyoq qatlami yig'ilishi kam bo'ladi. Svechaning bir elektrodi yezilib ketgan taqdirda ham uchqun hosil bo'lishi uchun boshqa elektrod yordamga keladi. Ko'p elektrodli svecha asosan yuqori samaradorlikka ega mashinalarda, jumladan BMW modellarida ishlatiladi. Do'stlar, Choynakning qopqog'i kanalida texnologik videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang hamda videolarni qo'llab-quvvatlang.